Uxla, ertaga adang olib ketadi. Lanka o'ynamaganmisan? Keyin kelganingda yasab beraman, ammo unda o'ynaysan. Adang bilan oying keldi. Mana bolang, soppa-sog'. Cho'ntagida menga bergan puling turibdi. Bor. Bizani to'choq charchatib qo'ymadimi sizni? O'g'ling necha yosh? Necha edi? 9. 9. 49 yoshga o'xshaydi-yu. Fikrlash, dunyo qarash, qaritib o'ribsan u bolani. Bu yoshda o'yin kulgudan boshqa narsa o'ylash kerak emas. Sani farzanding urush janjaldan bosh chiqmaydi. Sallani deb. Oila bilan farzand o'yinchoq narsa emas. Mana men o'zing bilasan. 13 yildan beri farzandsizman. Bolajonman, farzandni yaxshi ko'raman. Ota bo'lish qanaqaligini bilgim keladi. Keyin ham tashab ketdi. Men sizga tug'ib bera olmadim deb. O'zimni xohishimga qarshi chiqib, shunchasi bilan uchrashdim. Lekin keyin o'xshaganini topa olmadim. Hozir kimman? Nimam bor? Xor bo'lib ketdim-ku, xor. Menga qarayni, oila meniki, xolagancha yashayman. O'chir. Ukam bo'lmaganingda. Anaqa adamga temang. Ada oya ketdi. Anaqa. Rahmat sizga. Oilaviy bir chet elga chiqib dam olib kelmaymizmi? Nima deysan, bolam? Farq qiladi. Oya, chiqamizmi? Adang nima desalar shu? Unda hammasini o'sha yerda gaplashib olamiz.